Assalomu alaykum. Qo'ziqorinlar terib bo'lindi. 3-valnasiga tayyorlanyapti. Bular kichkina chiqib kelyapti endi. Yana bu qo'ziqorin biznesi ham gullab yashaydigan biznes emas ekan. Maslahatim buni kichkinagina qilib o'rganish kerak ekan. Bu ancha pul tiqib olib bundan foyda ko'raman noto'g'ri ish ekan. Shu hosili zo'r bo'lganda ham narx-navo tushib ketadi. Hozir optim narxi 40 ming, 45 ming. Endi hamma narsalarni qilib ko'ryapmiz. Temperatura ushlash kerak ekan. Ish ko'p. Bekorchilikda qilaman desa bo'ladi, lekin narx-navo tushib ketgandan keyin dabdala. Keyin mana kompozini beradiganlar. Meniki zo'r, uniki zo'r. Aldaveradi. Kasal chiqsa o'zingizda kasal bo'lgan ekan deydi. O'rgataman degan odam постоянно kelib o'rgatmaydi. Mana bunaqa video ko'p tashlasanglar o'rgatadi. Shuning uchun o'zingizlar o'rganishingiz kerak. Ozgina joyi qilib o'rganish kerak. Biz hozir mana bitta masjidga urug' solib, hammasini yoqib, ishlatib turishga 25 million rasxod. 25 million tok hisoblamaganda. Endi hozir 25 milliondan biza chiqazdik 11 million, 12 million hozir qo'ziqorin olindi. Hozir 3-terimida Xudo barakasini berib olsa, o'zi rasxodimiz joyiga keladi. Foyda bo'lmasa kerak. Endi Allohga ayon. Shunga qiziqib ketib, hamma bundoq foyda topasan, bundoq foyda topasan deb hamma o'zini kompost urug'larini o'tkazguncha